Qachonki jahannam insoniyatni birinchi marta ko'rganida, uni necha ming yil avval yaratilganini faqat Alloh bilguvchidir. Uni qanchadan beri yonib turganini Alloh biladi va u bu kunni kutmoqda. Shunday ekan jahannam insonni birinchi marta ko'rganida Alloh azza va jalla aytadi, do'zax xuddiki portlagandek alanga oladi. Xuddiki u g'azabdan portlab ketadi. Va Alloh Qur'onda aytadi, qachonki insonlar o'z ko'zlari bilan jahannam alanga olganini ko'rganida, o'shanda Alloh aytadi, bu vaqtda barcha tiz cho'kib Allohga sajda qiladi. Yaxshilar, yomonlar, musulmon bo'lmaganlar, ishonganlar va ishonmaganlar, ko'rishni xohlagan va xohlamaganlar buni o'z ko'zlari bilan ko'rishganida sajdaga yiqilishadi. Lekin bu kunda Alloh turinglar, bugun ibodat qilish kuni emas, bu kun savol-javob kuni deb aytadi. Sen bu kunda unga ibodat qilishingning hech qanday qadri yo'q. Ko'rganingdan keyin ishonib, iymonli bo'lishing Allohning nazdida hech narsa emas. Alloh seni iymoningni hozir xohlaydi.